Assalomu alaykum aka parandash qozlari. Yoz kelsa ham sizning tovuqlaringiz hali ham tuxum qilmayotgan bo'lsa, bu videoni ko'ring. Xudo xolasa bu videodan keyin sizning tovuqlaringiz tuxum ko'rishni boshlaydi. Xo'p, bizga kerak bo'ladigan narsa bu bug'doy. Bu bug'doyi xo'p, bir tekisda qilib, yashiqqa, liboy narsaga tagiga suv shishmaydigan narsa qo'yib turib, bir tekisda yoyib chiqishimiz kerak. Qani o'qisam ketdik. Juda kalon ko'ramiz yo'q paytimizda bug'doyi. Qarash. Bir tekisda qarash qilib chiqaramiz. Xo'p, endi buni bir kunda 5 mahal, 4 mahal, 3 mahal suv sepib kerak. Kamida 4 mahal suv sepib kerak. Bunga buni kuyib bo'lmasiz, qo'lingizda sat qo'yib qo'ysangiz, xudo xolasa 3 kunda natijasi chiqadi. Bu natijasini sizlar bilan ko'rsatamiz. Mana aka, mana eshaklarni ham bir 2 kun ichida berib bo'ldi. Mana bu yerga kamroq suv sepganimiz uchun o't bu yerda avjomabdi, lekin mana yerda yaxshigina o'sdi. Shunday holatga kelganda bemalol tovuqlaringizga bersangiz bo'ladi. Xudo xolasa tuxum qilishiga sababchi bo'lib qoladi. Bu taylargacha ildiz ochib olgan mana. Materialimiz taylargacha. Xudo xolasa bu tushib ketmaydi. Tayyor holatda zich bo'lgan. Buni qirqib tovuqlaringizga hop moslab beraverasiz. Masalan, ikkita bo'lsa ozgina qilib bersangiz, xudo xolasa sabab chiqib qoladi. Videomiz foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang.